Shaytonning ayollarni azdırışdagi tunji hilesi uni yalang'ochlashdan boshqa. E'tiqodimizni mustahkam turishimiz uchun cho'qim bizning beshimizda bizga zulm qiladigan zolim bo'lishi kerak. Sen yuzingni yapman deb jiningni namanchi qiynaysa, chunki ayollar yalang'ochlangan jamiyatda hayo bo'lmaydi. Hayo bo'lmagan yerda sharaf bo'lmaydi. Sharaf bo'lmagan yerda odimiylik bo'lmaydi. Odimiylik bo'lmagan yerda odam bo'lmaydi. İnsan şu derecede tuzkor narsaki aciz vaqtida Allohga nihoyat yaqin bo'ladi. Kuchlik vaqtida bo'lsa o'ziga ishinib Allohni unutishga boshlaydi. Allohdan boshqa hech qanday panohi bo'lmagan zulm ostida e'tiqodi mustahkam turadi. Alloh zulmdan qutuldirganda bo'lsa, odida tarvinib Allohning buyrug'ini ijro qilishda susluq qiladi. Zulm ostida dini islom uchun jinni pido qila oladigan, barliqni otay oladigan, amaliyotda otgan kishilarning Alloh taolo zulmdan qutuldirganda bo'lsa, bandat namoziga turishmi ig'ir keladigan darajada dini susluq qarab menayotganligini ko'ryapmiz. Hijobi uchun zindonlarga tashlangan, ipit uchun jinni pido qilgan xonim qizlarimizning erkin dunyoda hijoblarda qadam-qadam keyni kechikayotganligini ko'ryapmiz. Bizga zodi nim bo'ldi? Bizning iymonimizni mustahkam qilgan narsa zodi nima? Shundaqla buningdan nurg'un qarindoshlar shikoyat qilyapti. Bizning e'tiqodimizni nima so'zlashtiryapti? Erkin dunyomi? E'tiqodimizni mustahkam turishimiz uchun cho'qim bizning beshimizda bizga zulm qiladigan zolim bo'lishi kerakmi? Yoki Allohning huzuridagi savob mukofotga bo'lgan ishonchimizni yo'qotdikmi? Yoki qisqagina dunyo hayotini oxiratdagi abadiy hayotdan ortiq ko'ryotamdi? İnsan faqat ig'izla gap qilmaydi. Qiyofati, hol to'lami bir narsalarni ifodalaydi. Zulm ostida e'tiqodimizni mustahkam turib, Alloh zulmdan qutuldirganda bo'lsa, e'tiqodimizda chekinsak, amal ibodat bizga ig'ir kelsa, ajaba bu bizning zolimni yana talab qilganimiz bo'lmasmi? Her bir ne'matning suruqi bor. Shukr qilmagan ne'mat uzunga davomlashmaydi. Asli bu erkin dunyo ne'mati bizning vatanda qilmagan ibodatlarimizni qilish uchun eng cho'ng fursat edi. Lekin biz buning qarta shukr qilishdi yo'q, aksicha tuzkorlik qilib amal ibodatlarimizda keynimizga chekinyapmiz. Ayol xonimlarimiz kundan kunga niqobdan hijobga, hijobdan uchuqchilik qarab mengyapti. Shu topda vatanda nurg'ulg'an hemşirelerimiz, xonim qizlarimiz shu hijobi uchun zindonlarga tashlanmoqda. Ular e'tiqodining bedelini to'ladi, ham to'lamoqda. Ya'ni e'tiqodini amaliyat bilan qurbonlik bilan isbotlamoqda. Ammo sizlar erkin dunyoda turibmi o'z ixtiyorligingiz bilan hijobni tashlasanglar, bu Alloh taoloning bergan erkin dunyo ne'matiga qarata eng cho'ng tuzko'liq bo'lmasmi? Ey musulmon xonim-qizlar, shaytonning tuzuqi dastasini. Shayton sizlarni qadam-qadam ozdiryapti. Agar sizlar niqobliq bo'lsanglar, yuzi uchuq ayollarni ko'rsatish orqali qara, ularmi musulmonga sen yuzingni yapman deb jiningni namanchi qiynaysa, kishilar tarafidan chetga qilsa, chiroyli jalbkor kiyimlarni kiyolmaysa deb oldi bilan sizlardan niqobni soldiradi. Uningdan keyin kiyim-kechaklaringlarni rangliklashtiradi. Uningdan keyin sirtlarga chiqqan vaqtida ufu angliklarni surtishga qiziqtiradi. Uningdan keyin kiyiminglar qisqarashga boshlaydi. Shayton buning bilan bo'ldi qilmaydi. Yasangan rasmlaringlarni to'rga chiqishga qiziqtiradi. Erlarning diqqatini tortishga qiziqtiradi. Shuning bilan sizlardagi hayo pardasi ko'tarilishga boshlaydi. Shayton buni sizlarga hayosizlik deb ko'rsatmaydi. Shayton buni sizlarga o'zlik jingi, hayoning payzini surish, o'zini suyish degan chiroyli nomlar bilan atab sizlarni aldaydi. Chunki biz hozir o'zini markaz qilib yashashni eng birinchi o'ringa qo'yadigan, o'zini shartsiz suyishni a'lo biladigan bir jamiyatda yashayapmiz. To'g'ri, o'zini suyish intayin muhim. Ammo o'zinglarni suyish o'zinglarga cho'qinishga aylanib qolmaslik. Kerak. Agar sizlarning o'zinglarni suyishinglar Allohning buyrug'iga zid kelsa, sizlar Allohning buyrug'idan otlab o'tib, yana o'zinglarni so'ysanglar, o'zinglarni so'ygan bo'lmaysizlar, aksicha o'zinglarning nafsini, xohishini, havoy havasini so'ygan bo'lasizlar. Chunki Alloh taolo sizlar o'zinglarni so'ygan demak so'yadi. Alloh taolo sizlarga sizlarning ota-onanglardan bak mehribon. Alloh taolo sizlarga nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligini biladi. Sizlarni foydali ishdan hargiz to'smaydi. Alloh taolo buyurgan ishlarning hammasida sizlar uchun foyda bor. Agar sizlar Alloh taolo buyurgan ishlarga zid holda o'zinglarni so'ysanglar va buni o'zimizni suyish deb atsanglar, bu o'zinglarni so'yganlik emas, o'zinglarga zulm qilganlik. Balkim sizlar yog'liq chegib turib, yog'liqqa loyiq ish qilmagan, yuzni yepib turib, yuzni yapqanga loyiq ish qilmagan bir qism ayollarga qarab, yog'liqdan yoki hijobdan rayonlar yongan bo'lishi mumkin. Ajaba sizlarning puldan rayonlar yondimi? Chunki pul insonlarni nihoyat qabih ishlarga zo'rlayapti. Kishilar pul sababli nihoyat xato yo'llarga menyapti. Hatto vataniga xoinlik qilyapti. Nurg'ulg'an oilalar pul sababli cho'ldi. Buning qarab puldan rayonlar yondimi? Yo'q. Chunki sizlar masalaning pulda emas, pulni ishlatkichida ekanligini obdan bilasizlar. Hijobmi dal shuningga o'xshash. Hijobda gunoh yo'q. Masalan, hijab kiygüchida. Masalan, sizlar namoz o'qigan bir odamning yomon ish qilganligini ko'rsanglar, namozni tashlamsizlar. Ro'za tutgan bir odamning yomon qabih ishlarni qilganini ko'rsanglar, ro'zani tashlamsizlar. Sizlar ibodatni kim uchun qilasizlar? Alloh uchun qilasizlar. Alloh uchun qilgan ibodatni kishilar uchun hargiz tashlamanglar. Bu shaytonning sizlarni hijobdan ayrishdagi bir hilasi. Buni aldanmanglar.
Agar sizlar hijab kiygan birisininki hijobga loyiq ish qilmaganligini ko'rsanglar, sizlar hijab kiyib hijobga loyiq ish qilib, hijobning o'rnini ko'taringlar. Shaytonning ayollarni ozdirishdagi tunji hilasi uni yalang'ochlashdan boshlanadi. Chunki ayollar yalang'ochlangan jamiyatda hayo bo'lmaydi. Hayo bo'lmagan yerda sharaf bo'lmaydi. Sharaf bo'lmagan yerda odimiylik bo'lmaydi. Odimiylik bo'lmagan yerda odam bo'lmaydi. Shayton Odam otamiz bilan Havo onamizni ozdirishning tunji qadamini ularni yalang'ochlashdan boshlagan. Ya'ni Alloh taolo cheklagan daraxtni yugizish orqali ularni yalang'ochlagan. Alloh taolo Qur'on Karimda "Favasvasa ilayhi ash-shaytonu qala ya Adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Shayton Odam alayhisolamga vasvasa qilib, "Ey Odam, men seni yegan odam o'lmaydigan va zavol topmaydigan, yo'qolmaydigan bir podshohlikqa boshlab qo'yaymi?" deyish orqali Alloh cheklagan daraxtni yegizishga qiziqtirdi. Odam alayhisolam shaytonning vasvasalariga aldanib, Alloh cheklagan daraxtni yedi. Fa'akala minhuma badat lahuma sawatuhuma. Odam alayhisolam va Havo onamiz shaytonning vasvasalarining keyniga kirib, Alloh cheklagan daraxtni yedi. Ularning avratlari eshib qoldi. Demak, shayton ularning u daraxtni esa ularning avratlarining eshib qolganligi, ya'ni yalang'ochlab qolganligini biladi. Shuning uchun shayton ularni yalang'ochlash uchun daraxtni yeyishga qiziqtirdi. Demak, shaytonning Odam alayhisolamni ozdirishning tunji qadami ularni yalang'ochlash, kiyimsizlashtirishdan boshlangan. Bugungi kunda iblis shayton va odamiy shaytonlar tunji hujumini muslima xonim-qizlarimizning hijobiga qaratmoqda. Ya'ni ularning hijoblarini sat ko'rsatish, boshqalarga o'xshatish orqali hijobni ulardan ayirishga tirishmoqda. Buning ta'sirida ba'zi muslima qarindoshlarimiz yuzni yopishdan yog'liq chekishdan boshliqlik qarab mangmoqda. Hatto erlarga faraz qilinmagan bu hijob nima deb ayollarga faraz qilinadi deb ayollarning yaratilish xarakteriga zid holda yaratquchiga isyonkorlikka da'vat qilmoqda. Alloh taolo nurg'ulg'an sohalarda ayollarga o'xshash talab va o'xshash cheklamalarni qo'ygan. Ammo qisman sohalarda ayolning yaratilish o'xshamasligiga va xususiyatiga qarab har biriga o'ziga munosib cheklama va munosib talablarni qo'ygan. Masalan, Alloh taolo erlarni jismoniy jihatda kuchli, ruhiy jihatda qattiq yaratgan. Ayollarni jismoniy jihatda nozik, ruhiy jihatda hissiyatchan yaratgan. Shuning uchun Alloh taolo Alloh yo'lida kurash qilishga o'xshash jihatni va turmushning ehtiyojlarini qamdashga o'xshash ishlarni erlarga faraz qilgan. Shunga o'xshash ayollarning nozikligi va jalbkorligi tufayli ayollar sirtqa chiqqan vaqtida badallarini va chochlarini yepish uchun ularga hijobni faraz qilgan. Alloh taolo Qur'on Karimda "Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zayn." Ey Muhammad, ayollaringga va mu'minlarning ayollariga aytqinki, ular badallarini purkancha bilan o'rib olsin deydi. Bu oyatdagi purkancha ayollarning beshidan tortib badanining hammasini yopadigan kiyimini ko'rsatadi. Alloh taolo ayollarga hijobni faraz qilish bilan ularning o'rnini shu darajada yuqori ko'targanki, xohlagan odam erishilmaydigan marvoyat kabi, xohlagan yomon niyat va yomon nazarni saqlash bilan birga Allohning buyrug'i va islomning bayrog'ini beshida ko'tarish sharafini ularga bergan. Shuning uchun ayol kishi yog'liq otib tursalar, islomning bayrog'ini beshida ko'tarib turgan va Allohga itoat qilgan, Allohga ibodat qilib turgan bo'ladi. Aksicha hijobni tashlash xonim-qizlarimizni qiyomat kuni dahshatli dozoq azobiga duchor qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dozoq ahlidan ikki turli kishi bor. Men taxi ularni ko'rmadim. Ya'ni ular keyin keladi, oxirgi zamonda keladi. Ularning bir turligi bo'lsa, yalang'och kiyim kiygan ayollar. Ya'ni ular kiyim kiygilik, ammo ular yalang'och. Ya'ni kiyim kiygan bilan chechi uchuq, bilaklari, paqalchoqlari uchuq yoki kiygan kiyimi nipiz, ular mumilatun ma'ilat. Kiygan kiyimi bilan uchuq qo'ygan chochlari bilan, eg'izni ushlab tushgan rasmlari bilan aylarni jalb qilishni o'ylaydi. Ya'ni aylarni jalb qiladi. Ru'usuhunnaka asminatul buxtul ma'ila. Ular chochlarini po'pon qilib, mayil olgan tugining lokusdak qilib oladi. Gerçi ular yağlık atqan bolsa-mu, yağlıqdan keyinni çeşini popan qilib, tuginin lokus qo'xshash qilib oladi. Bu türlük ayollar la yadkhulunal jannah, jannatga kirmaydi. Va la yajidna rihaha, jannatga kirish emas, jannatning purqini purqiy olmaydi. Jannatning ichidagi xushpuroqlik gullar sababli jannatning purqi nihoyat yiroqqa boradi ekan. Demak, bu xil ayollar jannatga yaqin yo'layolmaydi. Jannatdan nihoyat yiroq bo'ladi degan gap bo'ladi. Buyuk mutafakkur olim Badiuzzaman hijab ayollarga nisbatan fitri ishdir deydi. Ya'ni ayollarning ruhiy va jismoniy talab qiladigan tug'ilma tabiiy ishidir. Hijab ayollarni qadrsizlikdan va ma'naviy asoratdan qutuldiradi. Nomahramlarning aziyatidan saqlaydi. Chunki ayol hijoblangan vaqtida go'zalligimni, jalbkorligimni faqat sanglar ko'rsataman erim deganni bildiradi. Shuning uchun ayoli hijoblangan erlarda ayoliga nisbatan sevgi va muhabbat va ishonch bo'ladi. Hijobsiz uchiq yurgan qizlar erlarni vaqtliq jalb qila oladi. Ammo erlar umrlik hamroh tanlashda go'zalligini, jalbkorligini hamma erlar ko'rsatgan qizlarni aslo jo'riqib tanlamaydi.
Chunki o'g'illar ömürlük hemrahining go'zalligi, jalbkorligini faqat o'ziga xos bo'lishini umid qiladi. Shuning uchun hijab u bir parcha raxt emas. U sizni gunohdan saqlaydi. U sizning iffitingizning, axloqingizning ayniki. Yog'liq sizga nuzugum ruhini eslatadi. Muhimi, yog'liq sizga o'zingizning kimligini va xosligini, o'zingizda qanday fazilat va qanday axloq hozirlanishni o'rgatadi. Chechingiz o'chiq qoldi deganlik, imoningiz o'chiq qoldi deganlik. Kechingiz o'chiq qolsa, shayton sizga mushu o'chiq yerdan kirib hujum qiladi. Bugun yog'liqingizni tashlaysiz. Ertasi boshdoq rasmingizni to'g'ri chiqarishga boshlaysiz. Uning ertasi boshqalarni boshdoq yurishga chaqirishga boshlaysiz. Shayton sizni mana shundoq mag'lub qiladi. Qiyomat kuni shayton Alloh taolo kimning do'zax ahli, kimning jannat ahli ekanligini ayirib bo'lgandan keyin shayton o'tirg'i tushib, Alloh taolo sizlarga va'da qildi. Allohning va'dasi rostga chiqdi. Ya'ni sizlarga hijobni farz qildi, namozni farz qildi va boshqa ibodatlarni farz qildi va uningga jannatni beraman dedi. Sizlarga jannatni berdi. Men sizlarga nurg'ulg'an va'dalarni qildim, ammo men va'damga xiloflik qildim. Men faqat sizlarni qiziqtirdim. Sizlar mening qiziqtirishimdan keyin kirdinglar. Fala talumuni walumu anfusakum. Shunga menga malomat qilmanglar. O'zingizlarga malomat qilinglar. Shuning uchun qiyomat kuni shayton sizlardan ado judo bo'ladi. Shunga shaytonning o'zingni so'y, o'zingning xolig'ini qil, o'zing bo'lib yasha, chambarlardan chiqib deganga o'xshagan ondaq vasvaslarning keyin kirmanglar. Qiyomat kuni shayton sizlarni tunimaydi. Shunga shaytonga ozroqmi yuchuq bermang. Agar siz yog'liq chigadigan bir musulmon bo'lsangiz, yog'liqingizdan aslo voz kechmang. Atrofingizni iymonli, kuchli, e'tiqodli hamshiralar bilan qo'rishing. Zurriyat bo'lmagan ahvol ostida rasmlaringizni to'g'ri chiqarmang. Kiyim-kechakda Alloh va uning payg'ambari ko'rsatgan bo'yicha kiyiningki, yoki nepiz, yoki kalta, yoki erlarni haddidan ziyoda jalb qiladigan jalbkor kiyimlarni kiymang. Alloh hijobni zinnatlaringizni namoyon qilish uchun emas, zinnatlaringizni yepish uchun farz qildi.